Birodarlar, men bu narsani gapirmoqchi emasdim, lekin gapirmasam bo'lmaydi. Yonib ketyapti ichim, gapirmasam bo'lmaydi. Internetda, TikTokda uxti, ahi deb yozib qo'ygan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bor. Qanday tushunmaysizlar, birodarlar, akalar, opa-singillarim? Sizlar ahi, uxti deganinglar bilan, sizlar inshaalloh, mashalloh deb bir-biringlar bilan gaplashganinglar bilan mahram bo'lib qolmaysizlar-ku. Bo'lib qolmaysizlar-ku mahram. Ertalabgacha nomahramlar bilan telefonda gaplashib chiqasizlar. Allohdan qo'rqmaysizlarmi? Yana bir-biringlardan namoz o'qidingizmi deb so'rab qo'yasiz. Subhanalloh. Qanaqa islom, qanaqa din bu sizlar? Sizlarning dininglar, sizlarning shariatinglar shunaqami? Sizlarning tasofatinglar, sizlarning qilayotgan ishinglar bilan qancha dinni tushunmagan birodar, dinni tushunmagan musulmonlar sizlarni tufayli hijoblilar yomon ko'radi. Sizlar tufayli soqollilar yomon ko'radi. Tushunyapsizlarmi? Sen soqollimisan? Senga o'xshaganlar bunday qilib yuribdi. Hijoblimisan? Senga o'xshaganlar kechasi bilan bolalar bilan gaplashadi. Shu kerakmi sizlarga?